Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga Городской partiya debyutidagi yutuq bo'ladigan variant bor. O'shani ko'rsatib o'taman. O'yinda boshida yutuq bo'ladigan. Demak, boshladik. Городской partiya C3 D4ga D6 C5 B C3 ga F5 CB4 hujum bilan boshlanadi Городской partiya. Bu yerda G6 hamda G4. Bu Городской partiya debyuti. Bugun biz G4 ni ko'rib chiqamiz. G4 B4 D6 ga E7 C5 ga rasmiy. Biz D3 o'ynaymiz. Qorilar shu yerda H5 yursa, biz G4 o'ynaymiz. Majburiy xod G6 yopish, F5. Mana bu men aytgan yutuq holatga keldik. Bu qorilarning G6 yurishidan keyin biz G4 o'ynab, qorilar F5 o'ynasa ham xuddi shu holatga keladi. F5 o'ynaymiz. Endi qorilarda bor variantlarni ko'rib chiqamiz. Qorilarda o'z-o'zidan D7 yo'q. Biz chunki E6 berib damga ketamiz. Qorilarda H7, F7, F7 va B5 varianti bor. Demak, hammasini ko'rib chiqamiz. Demak, osonroqdan boshlaymiz. H7. H7 bu eng oddiy yutuq. Biz A4 tosh beramiz. Keyin E6 beramiz. D4 H8 ga damga. Endi B5 variantini ko'rib chiqamiz. B5 rasmiy. Biz E4 tosh beramiz. F2 B6 ga. Bitta tosh ko'p. Agar B8 A7 ga hujum qilib qaytarmoqchi bo'lsa, biz CD2 yurib kutib turamiz. A7 C5 ga olgandan keyin CB4 berib D2 B8 ga damkaga qaytamiz. Biz H7 hamda B5 variantlarini ko'rib chiqdik. Endi F7 hamda F7 variant qoldi. F7 o'ynasa CB4 hujum qilamiz. F7 o'ynasa ham CB4 hujum qilamiz. Demak, F7 CB4 yopish majburiy xod E6. Biz E6 tosh beramiz. Keyin D5. B4 F8 ga damkaga, keyingi xodda qorilarni D2 dagi toshini olamiz. Endi F7 ni ko'rib chiqamiz. F7 CB4 C5 dagi toshni himoya qilishga hozircha qorilarda himoya yetmayapti. Faqatgina G6 varianti bor. Biz B4 D6 ga olamiz. B5 kutib turgan taqdirda E5 G7 ga olamiz. Endi qorilarda 3 ta variant bor. Demak, C7 C3 ga olsa, biz G8 damga chiqamiz. Agar H6 F8 ga olsa, mana shu yerda to'g'ri o'ynash muhim. Biz H3 o'ynashimiz kerak. Faqatgina shu xod yutuq beradi. C7 E3 ga oladi. Biz G4 hujum qilib G5 dagi toshni olamiz. Deylik, H7 o'ynadi deylik. Qaysi yurish farqi yo'q bu yerda. Keyingi yurishda biz C3 dagi himoyasiz toshni olamiz. Va bizda bitta tosh ko'pligini hisobiga yutuq bo'ladi. Endi H8 F6 ga olish variantini ko'rib chiqamiz. Biz D7 o'ynaymiz. Keyingi xodda maqsad F8 ga damga chiqish, CD6 qaytarish ham yordam bermaydi. Baribir oqlarda yutuq. Menimcha hamma variantni ko'rib chiqdik. Videoda kamchiliklar bo'lsa, xatolar bo'lsa, kommentga yozinglar. Hammaga rahmat.